o'zi hech bo'lmaganda 1 yil oldin olib kelganingizda biz bunaqa tavakkalga majbur bo'lmasdik. Operatsiya ham oson kechardi. Doktor, biz o'tgan yili kenjamizga sunnat to'y qildik. To'ydan picha qarz bilan chiqdim. Keyin Rossiyaga ketdim. Qarzlarni uzgani endi pul topganimda to'satdan xotinim aniq og'ir bo'lib qoldi. Qanaqa to'satdan? Ayolingizni bu kasalligi kamida 5 yillik. Xo'p. Nima qilishim kerak edi? Har bir odam 1 yilda kamida 1 marta shifokor ko'rigidan o'tib turishi shart. Tushunmadim. Kambag'alligimni betimga solishga boshqa yo'lini topa olmadingizmi? Pulim bo'lganda o'zim bilardim. Tashkentga olib borib davolatardim. Malika, sen xavotir olma. Qarzga bo'lmasin operatsiya qildiramiz. Siz qo'lingizdan kelganini qilyapsiz. Bu yog'iga endi peshinada borini ko'ramiz. Agar menga biror gap bo'lsa, iltimos farzandlarimizni qarovsiz qoldirmang. Ularga yaxshi, mehribon, muhimi sog'lom aya olib keling. Muhimi sog'lom bo'lsin. Malika, Baxtiyor Anvarovich, kayfiyatingiz yo'q? Jamshid Abjamalovich, bu odamlarimiz qachon o'zgaradi, ha? Nima bo'ldi? Ayoli saratonga chalingan. Xo'p, kasalni o'tkazib yuborgan. Operatsiya juda riskli. Shuni tushuntirishga harakat qilsam, siz meni kambag'alligimga mensimayapsiz. Pulim bo'lganda Toshkentga olib borib davolatardim. Shunga o'xshagan mayda gaplar. Siz bu mayda gaplarni qo'ying. Uddalaysizmi? Juda riskli. 70 ga 30. Lekin uddalasa bo'ladi. Boshqa tomoni ham bor. Bemorni puli yo'q. Klinikamiz bo'lsa xususiy. To'xtang. Aniq. Uddalaysizmi? Xudo xohlasa uddalayman. Unda operatsiyani boshlang. Tushundim. Doktor, sizga katta rahmat. Uzr, qo'pol gaplar gapirib qalbingizni ranjitdim. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Muhimi biz juda ham murakkab bo'lgan operatsiyani qila oldik. Endi ayolingiz darddan butkul forig' bo'ldi. Doktor, yana bitta iltimos bor edi. To'lov masalasini. To'xtang.
Bu kishi Jamshid Abdujamolovich. Bizni klinikamizni rahbari. Shunday. Aka, sizlarga katta rahmat. Sizlarning sharofatingiz bilan ayolim sog'ayib oyoqqa turdi. Endi men xotirjamman. Xudo xolasa, ertagayoq Rossiyaga ketaman. Ishlab, mana shu operatsiyalarga ketgan xarajatlarni albatta to'lab beraman, aka. To'xtang. Aka, agar men ayolingizni analizlariga, dori-darmonlariga, operatsiyasiga, davolanishiga to'lashingiz kerak bo'lgan puldan voz kechsam, siz Rossiyaga ketish fikridan voz kechasizmi? Qiziq bo'ldi-yu. Albatta. Yana bir gap. Uyga borib, qarindoshlaringizga, sinfdoshlaringizga, qishloqdoshlaringizga, hammaga aytingki, sog'liqlariga e'tiborliroq bo'lishsin. Albatta aytaman. Albatta aytamiz. Bizni Javohir tibbiyot markazimiz eng so'nggi rusumdagi tibbiyot jihozlari bilan jihozlangan. Shifokorlarimiz esa juda ham malakali. Klinikamiz Qarshida ochilgani bilan faqat qashqadaryoliklar emas, butun O'zbekistondan yurtdoshlarimiz kirib davolanishlari mumkin. Hatto tashkilliklar ham. Xo'p bo'ladi.